frontalning olish noqulay bo'ldi. Mana bir tomoni silliq. Ko'rib turganingizdek, bir tomoni bunaqa terilgan payt mana bunday chiqadi. Mana g'adir-budir terilgan payt. Shunaqa narsa. Demak, ana sizga aytgan stanok mana salofan tagida turibdi. Xohlasangiz bu ham tayyor, xohlasangiz ichkarida ham bera olaman. Tak. Endi sizga o'zi mana bunaqa narsalar paka bo'lmaydi. Endi menda mana bitta grup hidrobilka bor. Mana bunaqa отходlarni ishlaymiz biz qaytadan. Mana bunaqa grup hidrobilkam bor. Mana shuni maydalab bunkerga tashlaydi, bunkerdan tashqariga tushadi. Yigitlar olib batana melkisiga tashlaydi. Bu ham hidrobilka. Mana bu yerga yig'ib qo'yadi-yu, keyin melkini bunga tashlagandan keyin bu yerdan melki chiqadi. Tuproqda chiqaradi bu. Ko'rsataman. Tak. Buni rangi o'zgacha o'zi. Turib ham bunaqa yarki rang bo'ladi. Marhamat. Bu braglar o'sha 1 yil mobaynida, 1,5 yil mobaynida yig'ilib keladi-da, keyin shularni qayta ishlaymiz. Demak, mana bu o'zim mishalkam. Tak, sizga qo'shib beradigan mishalkam mana bu bo'ladi. Chunki bu juda qimmat. Bu mishalkani o'zi 11,5 ming olganman. Ana bu mishalka bilan mana bu transportyorni lentani qo'shib beraman beriladigan stanokka. Agar buni kattani qo'shib bersangiz, endi ustiga yana puli chiqadi buni. Bu salgina sложный, buni ishlatishingiz qiyin. Buni bunkerida o'zining tarozisi bor. Pnevmatika qo'shish kerak. Men lekin o'sha pnevmatikani qo'shganim yo'q. O'zi suv beradigan joylari bor. Mana bunaqa mazgili kompyuterli bu. O'zim men buni to'liq ishlatmayapman, chunki ishchilar adashib ketadi qaysini bosishdi. Tak. Demak, mana xohlasangiz mana bu stanok, mana ichkaridagi juda mo'shni narsa. Ishonavering, juda mo'shni. Mana qolabi. Shu avtomat darajada ishlaveradi. Hech qanaqa muammosiz. Bu ko'rsatganim o'sha eskisi. Demak, ana men ko'pincha bo'lib sotaman-da odamlarga. Mana qanday chiqadi ana. Keyin bo'laman men buni. Mana bunday qilib stanogim bor. Stanokda taxlaganman. Keyinchalik sizga ham taxlab olsangiz bo'ladi. Shunaqa stanok примерно 5 ming atrofiga aylanadi stanok. Mana bunaqa stanok mana. Hozir buni ham demak, yigitlar nima uchundir ochgan, menimcha. Mana ko'ryapsiz, o'zi u tashqaridagilar 5,5 da banaligi, bu 6,5 santimetrlik. Hozir buni menimcha nastroykaga ochishgan. Buni ishlash prinsipi juda oson. Yonadi. Mana bu yerda knopkani bitta bosasiz. Son. Tayyor. Mana shuni bo'lib chiqaraveradi. G'adir-budir tomoni baribir juda ham chiroyli. Silliq tomondan ko'ra, silliq tomoni oddiy g'ishga o'xshab qoladi. To'g'risi gap. Shu balandligini zakaz bilan любой xil chiqaraverasiz. Bu ana jigar rang. Bu yerda mana qora rang. Bu yerda hozir ko'rsatganim sariq edi. Bular hammasi lak sepiladigan g'ishlar. Lak sepsa juda ham chiroyli chiqadi. Hozir ana bittasini lak sepib ko'rsataman sizga. Chiqadan lak sepsam. Buni bo'lib sotsangiz agar juda arzonda, odamlarga ham hamyon bo'lib.
Mana bunaqa yashillardan chiqarib ko'rgandik. Bu endi eski stanokda chiqqan. Ingichka qilib chiqarardik buni. Juda ham arzon chiqadi bu. Hozir ham o'sha stanokka chiqaryapmiz. Xullas, mana xohlasangiz buni yig'ib beraman, xohlasangiz buni, xohlasangiz ichkaridagini. Ha. Hozir ko'rsataman sizga. Mana siryosi oddiygina. Toshi mana dravit qilingan. Mana qumar olash keladi. Shuni olib ishlataverasiz. Brak bo'lgan ishlarni biz olib qaytib maydalaymiz. Oqni oqqa, qoraga qora, qizilga qizil. Shundoq qilib ketaveradi. Xullas, nичего сложного. Hammasi juda oson, oddiy. Demak, stanokning ichida mana masla stansiyasi bo'ladi. Pressni o'zi. Demak, mana bunaqa axlashdashi masla stansiya bo'ladi. Bitta transportyorni qo'shib beraman, bitta betonameshalka. Mana shular hammasi 35 ming deb aytganman sizga. Kelishadigan joyi bor. Xudo xolasa riskovat qilib bosaman desangiz agar, tayyor biznes. Endi menda 4 ta bo'lgan stanok shu uchun sotilyapti. Hammasini sotadigan niyatim yo'q. 5 yil ichida o'sha o'zimning klientni bazamni yig'ib olganman. Xullas, o'ylab ko'rasiz.